Mahalliy kengashlar faoliyatlarini rag'batlantirish, ularning eng yaxshi va samarali tajribalarini ommalashtirish masalasida har yili viloyat, tuman, shahar kengashlari o'rtasida eng namunali mahalliy kengash tanlovi tashkil etilishi belgilangan. Shunga muvofiq viloyatimizning Zomin va Zarbdor tumanlarida tanlov doirasida namunali seminarlar tashkil etildi. Shu o'rinda ta'kidlashimiz lozim, hozirgi kunlarda viloyatimiz tumanlarida tashkil etilayotgan eng namunali mahalliy kengash tanlovining asosiy maqsadi bu xalq deputatlari mahalliy kengashlarning eng yaxshi tajribalarini boshqa hududlarda ommalashtirish, namunali kengashlarni e'tirof etishni yo'lga qo'yish orqali ularning faoliyat samaradorligini yanada oshirishdan iborat. Xalq deputatlari Zomin tuman kengashi tashkil etgan seminar tumandagi nuroniylar maskanidagi uchrashuvdan boshlandi. Unda Zomin tumanidan saylangan xalq deputatlari, Jizzax viloyat kengashi deputatlari, shahar va tuman kotibiyat mudirlari hamda viloyat kengashi deputatlari ishtirok etishdi. Dastlabki lokatsiya tuman markazidagi nuroniylar maskani va memorial kompleks bo'ldi. Tarixiy majmua joylashgan tepalik bugungi zamonaviy Zominning tashrif qog'ozi ekani aniq. Tumanimizda olib borayotgan bunyodkorlik, umuman olganda mana shu bunyodkorliklarning sifatli va mablag'larni to'g'ri sarflash jarayonida deputatlarimizning nazorati ko'zda tutiladigan bo'lsa, mana shu barcha tumanimizda olib borilayotgan muhtaram prezidentimiz sa'y-harakati bilan qilinayotgan barcha mana shunaqangi ishlarda deputatlarimizning faolligi juda o'rinli. Ayni vaqtlarda hozir kuz-qishga tayyorgarlik mavsumlarida mana shu ko'p qavatli uylarimizni bazalt qoplamasi qilish, ya'ni o'zining qishda sovuq o'tkazmasligi, yozda issiq o'tkazmasligi bu xalqimiz uchun, aholimiz uchun eng qulay bir imtiyoz sifatida qilinib, mana shu Navbahor mahallamizda 10 ta, Xalqobod mahallamizda qolaversa, mana shu 35 tadan ko'p qavat uylarimizni bazalt qoplamasi qopladi. Bunda mana shu ishlarni sifatli olib borishda deputatlarimizning faolligi o'zgacha. Mahalla yetkiliklari bilan birgalikda hamjihatlik bilan deputatlarimiz o'z ishlarini olib boryapti. Har bir deputatimiz o'zining hududida mana shu loyihalar deysizmi, umuman aholining muammolari deymizmi, qolaversa har jihatlama faolligini olib, mana shu deputatlik nazoratini tinmay mana shu ishlar olib borilyapti. Shundan so'ng ishchi guruh Zomin tumani kengashi faoliyati bilan yaqindan tanishish va tajriba almashishni boshladi. Hujjatlar yurituvi, doimiy komissiyalar qarorlari ijrosi va boshqa masalalar o'rganildi. Tumanda faoliyat yuritadigan bir qator ishlab chiqarish korxonalarining mavjud quvvatlari. Bu endi jamoatchilik e'tiborida bo'ladigan bandlik va yangi ish o'rinlari yaratishning doimiy va ishonchli kafolati. Biz mana bugun 8-tumanda ishtirok etyapmiz. 8-tumanda va hozir yana tushdan keyin biz Zarbdor tumaniga ham boramiz. Birinchi galda o'sha xalq deputatlari viloyat kengashini tomonidan chiqarilgan qarorlarning ijrosini ko'ryapmiz joylarda. Qay tariqa ijro etilyapti. Qaror chiqarish oson bilasiz, lekin uni ijrosini ta'minlash qiyin. Mana shu joyda o'sha ijro hokimliklari hamda deputatlar buni qanchalik darajada deputatlik nazorati qo'yilgan bu qarorlarni bajarilishida va ko'rib va tumanlardagi o'sha bugun amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlari bilan ham deputatlarimizni tanishtirib, ertangi kunda xalqimiz orasida, saylovchilar orasida shu viloyatimizda bo'layotgan eng yaxshi ijobiy o'zgarishlarni xalqqa yetkazish maqsadida shu seminar yig'ilishlar tashkil etilgan. Bundan tashqari Vazirlar Mahkamasining eng namunali kengash deb atalgan tanlovi ham e'lon qilingan. Bu dekabr oyida, demak, buni yakuni bo'ladi. Shu jihatdan biz yana borib tumanlardagi shahar kengashlarini borib o'rganib, ularga yaratilgan sharoitlar bilan, ularga bugungi kundagi qo'yilgan talablarga nechog'lik javob berishini va ular tomonidan olib borilayotgan barcha hujjatlarni rasmiylashtirishlarni ko'rib chiqyapmiz va deputatlarimizni yanada faolroq bo'lishiga uchun biz bugun ularga zamin yaratib beryapmiz. Bu asosan
ishga qaratilgan, qaysi tumanda o'sha bugungi belgilangan qonunchiligimizda, belgilangan nizomlarimizga asosan qaysi tumanda avvalambor yaxshi ish tashkil qilingan va qaysi tuman faolroq deganni aytishimiz mumkin. Hali yana bizda 4 ta tuman bor. Shuning uchun hozir bugun qaysida yaxshi tashkilgan deb aytishdan sal to'xtalib turamiz. 100% tumanlarimizni ko'rib bo'lgandan keyin bu e'lon qilinadi va boyagi tanlovlarimizga ham, g'oliblariga ham belgilab berilgan mukofotlar va men o'ylaymanki, bu bunaqa tanlovlarni o'tkazilishi ertangi kunda o'sha saylovchilar bo'layotgan uchrashuvlar sifatiga, deputatlik so'rovlari necha oylik o'sha xalqni bergan talablariga, takliflariga asosan qilinayotganligi va deputatlarimizni xalq orasida necha oylik tanilganligi masalalarini ham ko'rib chiqadi va bu tanlovdan maqsad faqat shuki, avvalambor hamma qog'oz o'sha rasmiy qog'ozlarni bu rasmiylashtirishga qaratilgan va deputatlarimizni obro'sini yanada oshirib xalqqa tanitishiga qaratilgan tanlov. Ishchi guruhning navbatdagi tashrif hududi Zarbdor tumani bo'ldi. Dastlab tumandagi Oltin Vodiy madaniyat saroyida tashkil etilgan saylovchilar bilan uchrashuv bugungi faoliyat mezonlarining hayotiy ifodasi. Aholi fikr-mulohazalarini tinglash va sessiya muhokamalariga tatbiq etish kerakligini ko'rsatadi. O'zim saylangan Do'stlik, Navro'z, Shodlik mahalla fuqarolar yig'inida saylovchilarim hamda shu hududdagi joylashgan tuman tashkilot, davlat va nodavlat tashkilotlar o'rtasidagi 9 oylik hisobotim tinglandi. Men 9 oylik hisobotimni berdim. Deputat deganda biz bugun kimni tushunishimiz kerak? Deputat bu muhtaram prezidentimiz aytgandek, davlat va xalq o'rtasidagi ko'prik, ya'ni xalqning muammo va dardlarini o'rganib, ana shuni sessiya darajasiga olib chiqadigan va har bir deputat o'zining hududiy manfaatdan kelib chiqib sessiyada o'zining saylovchilari bilan bog'liq muammolar himoya qiladigan inson. Va mana shu nuqtai nazardan men o'zimni bugun saylovchilarim oldida 9 oy davomida nima ish qilganlarim yuzasidan hisobot berdim. Birinchisi, ikkinchisi, bundan tashqari mana shu hisobot jarayonida 13 ta deputatlik so'rovi chiqarganman. Shundan 13 tasi o'rganilgan va ijobiy xat kelingan va menga kelib tushgan murojaatlar ijobiy hal etilgan va qanoatlantirilgan. Ikkitasi o'rganish jarayonida, yana qo'shimcha muddat belgilangan. Mana bu bo'yicha o'rganish jarayoni olib ketilyapti va bundan tashqari bugungi kunda ijtimoiy masala birinchi masala bo'lib turibdi. Sababi oldimizda kuz-qish masalasi turibdi. Biz deputatlarning oldidagi birinchi bajaradigan vazifamizni o'rganamiz, xalqning ijtimoiy hayoti, tarzi, yashash tarzi, ularning kayfiyati. Har bir xonadonga kirganimizda birinchi albatta uning ijtimoiy ahvolini o'rganamiz va bugungi kunda men saylangan mahallalar hududidagi ijtimoiy yordamga muhtoj bo'lgan 65 ta xonadon to'liq o'rganib bo'lindi va bugungi hisobotda o'rganildi. Mana shu oyning oxiridagi ularning qay darajada o'rganilganligi, qay darajada masalalar yechim topganligi sessiya darajasida olib chiqish masalasi qo'yilyapti. Bundan tashqari mana oldimizda kuz-qish mavsumi kelib turibdi. Kuz-qish mavsumida bizda jami 113 ta xonadon hali kuz-qish mavsumiga tayyorlamasaga, ya'ni mablag' nuqtai nazaridan muhtaram prezidentimizning hamda Vazirlar Mahkamasining 94-sonli qarori bilan kuz-qish mavsumiga nochor bo'lgan oilalarga bir martalik yordam berish bo'yicha qaror qabul qilingan. Shu qarordan foydalangan holda tuman ijtimoiy xizmatlar markazi rahbari bilan kelishgan holda 113 ta xonadonga bo'lsin shaharchamizda bir martalik 1 million so'm kommunal to'lovlariga o'sha qaytarilmaydigan subsidiya hisobida o'tkazib berildi va ularning deyarli 2 oylik qishdan eson-omon chiqish masalasi, ya'ni o'sha yordam tariqasida davlatimiz tomonidan yordam tariqasida mana bu masalasi yechildi. Seminar ishtirokchilari Zarbdor tumani hududidan o'tgan A376 yo'l bo'yining 276-kilometr qismida 1,8 gektar yer maydonida tashkil etilgan savdo va xizmat ko'rsatish markazini ham tomosha qilishdi. Loyihaga ko'ra 3437 kvadrat metr hududda 9 ta blokdan jami 41 ta savdo va xizmat ko'rsatish obyektlari tashkil qilinishi natijasida 150 nafar yangi ish o'rinlarini yaratish belgilangan. Mazkur savdo va xizmat ko'rsatish markazining ishga tushirilishi bilan davlat budjetiga joriy yilda 2,1 milliard so'm, keyingi 2026-yilda 5,2 milliard so'm miqdorda tushum bo'lishi ko'zda tutilgan. Bu manzil hududida yaqin kunlarda bitta mehmonxona, 8 ta avtomobillarga xizmat ko'rsatish shoxobchasi, 2 ta umumiy ovqatlanish shoxobchasi, mini stadion, savdo shoxobchalari ishga tushadi. Budjetdan ajratilayotgan pullarning shaffof o'z joyida, demak, ishlatilishini nazorat qilish mana shu deputatlar zimmasiga yuklatilgan.
nafaqat bu yo'nalishda qolaversa, maktab va maktabgacha ta'lim, demak oliy ta'lim muassasalarida, sog'liqni saqlash muassasalarida, umuman qurilish sohasi bo'lsin, barcha sohalardagi ajratilayotgan pullarning joylarda shaffof demak ishlatilishini nazorat qilish bizni zimmamizga yuklatilgan. Shuning uchun ham mana hozir o'tkazilayotgan seminarimizning asosiy maqsadi ham mana shunga qaratilgan. Men o'zim Sharq yulduzi 22-okrug saylov uchastkasida men saylanganman deputat bo'lib. Menda bu yerda salkam 9 ta hudud qarashli. Mana shu hududlarga kelganimda nafaqat bu hudud Olaylik tumanining yarim hududi hisoblanadigan bo'lsa, biz to'liq hududi bo'yicha ham aylanib, ulardagi kamchiliklar bo'ladigan bo'lsa, o'zimizning deputatlik so'rovlarini chiqarib, masalalarni hal qilishda kecha-yu kunduz harakatda yuribmiz. Kuz-qish tadbirlarini o'zi amalga oshirish oldida hozirgi kunda mana juda katta sayl harakatlar ketyapti, ishlar ketyapti. Maktablarni kelib tekshirganimizda, bog'chalarni kelib tekshirganimizda, ularning katyol qismlarida kamchiligi borligi, qaysidir katyollar eskirib ketib, o'zi issiq bermay qolgan joylari, olib kelingan ko'mirlarning sifati yaxshi emas ekanligi misolida biz mana shularni aniqlab, deputatlik so'rovi bilan chiqib, ularning hammasini bartaraf qildik. Bugungi kunda Zarbdor tumanida barcha maktablarda, barcha bog'chalarda, o'quv muassasalarida, sog'liqni saqlash tizimida 100% kuz-qish tadbiriga to'lig'icha tayyor. Sababiki biz deputatlar nazoratida bo'ldi. Qolaversa, mana viloyat har bir tashkilot, viloyat tashkilotlarining ularning kelib, ularning xatlovidan o'tdi. Umuman olganda viloyat hokimligidan alohida komissiya tuzilib, viloyat hokimligining komissiyasining oxirgi xatlovidan ham o'tib, mana hozir biz kuz-qish tadbiriga to'liq tayyormiz. Seminar ishtirokchilari shuningdek Zarbdor tumanidagi Navoiy mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan Zarbdor tuman sport maktabiga qarashli 240 o'rinli jahon standartlariga mos stol tennisi sport majmuasida bo'lib, yoshlarga yaratilgan imkoniyatlar bilan tanishdi. Hozirda ushbu sport majmuasida 200 ga yaqin iqtidorli o'g'il-qizlar sport bilan shug'ullanmoqda. Aytishimiz lozim, mazkur sport maktabida tennis sport turi bilan shug'ullanishga qiziquvchi yoshlarimiz uchun jahon standartlariga to'liq javob bera oladigan sport inventarlari, ya'ni 10 ta tennis stoli, 2 ta to'p otuvchi zamonaviy pushka, 100 dan ortiq raketa va 400 dan ortiq tennis to'pchalari topshirilgan. Navoiy mahallamizda hozirgi vaqtda mahalla yettiliklari bilan birgalikda jadal suratda ishlar olib borilmoqda. Mana shu kecha yaqinda biz 9 oylik hisobotlarni eshitdik, o'z takliflarimizni berdik deputatlar tomonidan. Mana shu hududimizda, Navoiy mahallamizda hozirgi vaqtda mana shu yoshlarga bo'lgan e'tibor, yoshlarga bo'lgan islohotlar prezidentimiz tomonidan juda jadal sur'atlarda olib borilyapti. Buning natijasida mana shu Navoiy mahallamizning bolalar va sport maktablarida mini futbol, katta futbollar, tennis ko'rib turganlaringizdek juda katta sharoitlar yaratilgan. Hozirgi vaqtda o'zimizning farzandlarimiz ham shu sport musobaqalariga keladi. Masalan, futbol musobaqalariga yoki tennis musobaqalariga. Mana shu tennis musobaqasining o'zida mana shu sharoitlardan kelib chiqib respublika bosqichlarida, Qozog'iston respublikalarida katta o'rinlagan o'g'il-qizlarimizga biz guvoh bo'lishimiz, g'oliblik qo'lga kiritdik. Mana shu qolaversa futbol sohasida mana shu katta chimda mana shu yaratilgan sharoitlardan kelib chiqib sportchilarimiz tumanlararo, respublikalararo katta musobaqalarda 4-sinf, 5-sinf, o'smir yoshlar, katta yoshlar sharoitlarning natijasida katta yutuqlarga erishadi. Ajab emas, xudo xolasa mana shu Navoiy mahallasidan sport maktablaridan jahon chempionlari chiqishiga biz albatta ishonamiz. Mana shu islohotlar natijasida albatta amalga oshadi. Shu deputatlar ham xalq bilan birgalikda, mahalla yettiligi bilan birgalikda qo'limizdan kelgancha xizmatimizni, o'zimizni taklifimizni berib boramiz. Delegatsiya a'zolari shuningdek tumandagi yoshlik mahallasidagi kun-u-tun faoliyat yuritadigan ko'ngilochar ko'cha infratuzilmasi bilan ham tanishdi. Ta'kidlash lozim, zamonaviy xizmatlar koloritini kengaytirish maqsadida tashkil etilgan mazkur manzilda 10 ta zamonaviy savdo do'konlari, ko'chma va yengil konstruksiyali 30 ta xizmat ko'rsatish obyekti joylashtirilgan. Loyiha natijasida aholiga yiliga 2 milliard so'mlik xizmat ko'rsatish va bir vaqtning o'zida budjetga qo'shimcha 100 million so'm tushum ko'zda tutilgan. Tadbir yakunida kengashning ijro hokimiyati bilan hamkorligi, mahalla yettiligi va yoshlar bilan ishlash tajribasi deputatlar tomonidan yuqori baholandi.